Bu Sardoba 11-asr va 13-asr yodgorligi bu. Eng tarixiy obida bu. Kasbi tumanida deyarli Qashqadaryo viloyatida bu hajm jihatdan eng kattasi shu. Avval buni suv shu to'la edi. Mana shunday qo'lim pasaysa suv yetardi. Yana 2-3 yildan keyin agar suv sho'lib ketaversa 80 metrga tushamiz-da. Qishda yomg'irda suvlar yig'ilgan. Pastki qismidan ham chashma bo'lgan, suv har doim chiqib turgan. Hech kim 40 metrga tushmagan edi-da. Hozir 40 metrga tushdik. Endi yana 2-3 yildan keyin agar suv sho'lib ketaversa 80 metrga tushamiz-da. O'z-o'zidan mana joylarga suv chiqmay qoladi-da. Avval buni suv shu to'la edi. Mana shunday qo'lim pasaysa suv yetardi. Buni ichiga ballari yuqoriga chiqib, buni ustida bir 100 dan ziyod yigit chiqsa ham ko'taradi juda mustahkam. Qadimda ota-bobolarimiz mana shu joyga qishda yomg'irda suvlar yig'ilgan. Buni pastidan chashmalari bo'lgan. Yer ostida mana pastki qismidan ham chashma bo'lgan, suv har doim chiqib turgan. Va o'z-o'zini avtomatik bu filtrlab turgan. Tuyalar ham, karvonlar ham, odamlar ham mana bu yerga tuya karvonlarga olib kelib, meshlarni qo'yib, suvni olib ketib uyga olib borib, shundan xamir qilgan, ichgan, g'usul qilgan, tahorat qilgan hammasiga shu suvdan olib borib yoz vaqti foydalanishgan. Bu o'shanaqa suv ombori vazifasini bajargan. Bu Sardoba 11-asr va 13-asr yodgorligi bu. Eng tarixiy obida bu. Kasbi tumanida deyarli Qashqadaryo viloyatida bu hajm jihatdan eng kattasi shu. Viloyat bo'yicha eng kattasi hajm jihatidan kattasi shu. Chunki eng katta Sardoba bu. Tepa qismini ko'ryapsan, tuxum shaklida. Pasti ham xuddi shunday. Pasti hozir yana bu chuqur, buni ildizali chiqmaydi. Bu loyga to'lib qolgan, keyin hozir 2,5 metrdan keyin mana xuddi shunday nimasi tuxum shaklida, tuxumni xuddi tikka qilib qo'yasiz-ku. Ana bu holatda Sardoba qilingan. Buni mana bu teshiklar filtr vazifasini bajargan. Suvni aynamaslik uchun sirkulyatsiya bo'lib turgan. Havoni yoz vaqti bir xil mo'tadil ushlab turadi. Mana yoz vaqtlari, yoz eng issig'i 60 grad issiqda mehmonlar kelishdi, shira keldik. Shira xuddiki konditsioner qo'shilganda yaqtay turuvdi-da. Ular juda hayron qolishdi. Bu marta mana shu suvni teshiklar filtrlaydi, shamol kirib, shuning hisobidan bizga mana yaqtay uryapti deb ularga tushuntirdik. Bu mana bunaqa chorg'ichlar, bu chorg'ichda, chorg'ich deydi buni Buxoroda ishlagan. Buni olib kelish usuli qanday bo'lgan desa, ota-bobolarimiz ilmiy saviyasi bizdan ko'ra yuqori bo'lganda, ular qo'ylarni haydagan. Har bir qo'yning ustiga ikkita g'ishtni ortmoq qilib qamish bilan bog'lagan, qamish bilan. Da o'z-o'zidan 10 mingta qo'y, 20 mingta mana shunaqa Bushoron, Buxoro, Chorkunji g'ishini kasbiga olib kirib kelgan. Ulov, ya'ni transport shu qo'ylar bo'lgan. Tuyaga yuklamagan, otaroqga yuklamagan. Qo'ylar orqali qo'yning ustiga bog'lagan, qo'y yotsa ham g'isht tushib ketmagan. Shu usulda kasbigacha masalan 20 mingta qo'yda 15 ta cho'pon haydasa, 20 mingta qo'y o'zidan 40 mingta g'isht olib kirib kelgan bir kelishda. Juda ilmiy istiqbollar kuchli bo'lgan. Bu eng tarixiy 11-13-asr yodgorligi bu Sardoba suv to'planadigan joy. Avvalgi o'sha davrdagi suv ombori shu bo'lganda. Ichimlik suv bo'lgan. Asosiy ichimlik shu bo'lgan. Asosiy shundan ichishgan, shundan foydalanishgan. O qishlarda masalan odamlar ko'p kelmagan, chunki qishlarda yomg'ir yog'gan, haligi tomdan tushgan suvlarni odamlar haligi oxirlarda qo'yib yoki bo'lmasam bir nimalarda haligi loydan yasab qo'yib, kelinga nimadirlar qo'yib, o'shanga suv zaxira qilib olishgan bizlar. Chunki qishloqlarda odam ko'p kelmagan, odam suv olishgan, asosiy ichishgan. Endi bu Sardoba Ipak yo'liga qurilganda, karvonlar hammasi bu atrofda karvon saroylar bo'lgan. Ya'ni karvonlar to'xtaydigan gastitsalar bo'lgan. Hozirgi tilimizda gastitsa deydi. Tuyasiga yem sotgan, o'ziga gastitsa bergan, xona bergan, suv bergan, hamma narsani bergan. Mana shu yerga odamlar kelib, tuyalar to'xtatib, Sardobadan suv toshib ularga ichirgan kimdir. Unisi masalan, siz tuya olib kelsangiz 20 suv olib bersam, sizdan pul olganman. Ana xuddi shunday tartibda odamlar bu yerga tirikchilikga yashagan. Eng rivojlangan markaz bo'lgan bu yer. O'sha 11-asr oxir, 12-asr boshlarida kasbi tumani kasbini mo'g'ullar istilo qilgan. Butun qirib tashlagan hammani deydi. Kasbini kultivaga aylantirgan deydi. O'shandan keyin o'sha revolyutsiya rivojlanish butkul orqaga qarab